Bu video orqali siz anchagina pul tejab qolasiz, chunki bu qisqa video orqali biz implant, most, protezlarni farqlarini va ular sizga aynan qaysi biri to'g'ri kelishini sanab o'tamiz. Ismim Sardor Xo'jayev. 15 yildan beri implantatsiya, vener va tishlarni davolash bo'yicha 10 mingdan ortiq bemorlarga xizmat qilib, shu City Dental klinikamizga asos solganmiz. Hozirgi kunda biz xalqimiz uchun foydali bo'lgan ma'lumotlarni Instagramda yoki o'sha YouTube kanallarimizda ham ulashib boryapmiz. Implant nima? Implant bu titandan ishlangan kichkinagina shurup yoki samarezga o'xshagan narsa, vint. Bu organizmda umuman bilinmaydi. Misol uchun oddiy zirabcha kirsa ham teriz yiringlab uni chiqazib yuboradi. Implantda unaqa emas. Implant titandan bo'lgan hisobiga organizm uni sezmaydi. Xuddi o'zinikidek qabul qilgan hisobiga 2-3 oyda bitadi va siz o'sha bitta yoki ikkita, 10 ta bo'lsa ham tishingiz olingan joylarini bu implant tiklab beradi. Buni ikkinchi qismi koronka qismi mana. Implant ikkita qismdan iborat. Ildiz qismi va koronka qismidan iborat. Implantda shu xususiyatlari bor. Endi most bu nima? Most bu ko'priksimon protez deyiladi. Olinmaydi u ham. Faqatgina bitta anaqasi tishlar aralanib, charxlanib, o'sha bitta dona tishingiz yo'q bo'lsa ham ikkita yondagi tishingiz aralanadi, 3 ta tish qo'yiladi. Shuni ko'priksimon protez deyiladi yoki most. Uni ham har xili bor. Metalokeramika, dioksid sirkon shulardan bo'lgan. Endi bitta tishda yo'qligini aytdim sizlarga. Misol uchun ikkita tishingiz yo'qdir, 5 ta, 10 ta tishingiz bo'lmasa ham o'sha yonidagi tishlarni chaqlab, bir-biriga ulab, даже 14 ta tishga ham ulasa bo'ladi buni mostni. Implant yaxshimi yoki most yaxshimi? Hozir uni sal keyinroq aytib beraman. Hozir esa sizlarga o'sha protez haqida ham ma'lumot beraman. Protez bu akrildan yoki naylondan qilingan plastmassa hisoblanadi. Uni o'sha bitta dona tish bo'lmasa ham, butun jag'da tish bo'lmasa ham qilinadi. Buni syomniy deydi. Bu olib qo'yiladigan, o'sha kechki payt yechib qo'yib, yana ertaga taqib ketiladigan protez hisoblanadi. O'sha hamma biladigan eski protezlar. O'z-o'zidan savol kelib chiqadi, qaysi biri yaxshi? Implant yaxshimi, protezmi yoki ko'priksimon o'sha mostlar yaxshimi? Har birini har xil holatda qo'llanishiga qarab, sizlarga hozir qisqacha tushuntirib beraman. Birinchisi, o'sha bir dona tishingiz bo'lmadi. Sizga eng yaxshi variant bu implant hisoblanadi. Sababi implantni ustunligi bitta dona joyingiz to'ldirib, o'sha yerdagi suyak ob'yomini ham, milkni ham yo'qotmasdan estetik, funksionalni va uzoq yilga yetadigan sizga investitsiya beradi implantni. Nega hozir bu holatda bitta dona tish yo'q holatda mostni maslahat bermayman? Sababi mostda ikkita yonidagi butun tishingiz, sog'lom tishingizni emali chaqlanib, aralangan hisobiga bu qaytib tiklanmaydigan holatga kelib qoladi. O'sha emal yo'qmi? Tamom. Tish sekin-sekin 5 yil, 7 yil, 10 yilda bular ham o'zini kuchini yo'qotib, bir dona tishingizni siz muammosi deb qolgan yonidagi ikkita tishingizni ham o'ldirib, oxiri 3 ta tishdan ham ayrilasiz. Shu uchun bu joyda implantni maslahat beraman sizlarga. Endi qaysi holatlarda most qo'ysa bo'ladi? Qachonki implant qo'yishga qarshi ko'rsatma, ya'ni sahrli diabetda nazoratsiz shakli. Misol uchun sahr 12 dan 18 ga, 9 ga, 20 ga chiqib ketadigan bo'lsa, implant bitish sal qiynaladi. Bu birinchisi, yoki rak kasalliklarida, ximioterapiya olayotgan odamlarda, narkologik kasalliklarda va qo'shimcha bifosfonat ichadigan insonlarda bu nimaga? Osteoporoz degan kasallik bor. Uni ham har xil darajasi bor. O'shanda shunaqa tabletkalar ichiladi. Bifosfonatlar qo'yishda sal ограничение bor implantdan. Shunaqa holatda implant qo'ymasdan turib most qo'ysa bo'ladi, tishlarni aralatib qo'ysa bo'ladi. Yana agar siz o'sha oldirgan tishingiz yonidagi tishlarda ham plombalar ko'p bo'lsa, o'sha plomba tushib ketib charchatib yuborgan bo'lsa, nervi yo'q bo'lsa, o'shanda ularni aralab most qo'ydirsangiz bo'ladi. Agar sizda bitta dona tish bo'lmasa, protezga maslahat beraman. Olib qo'yiladigan o'sha bitta joyga, faqat uni ham 2 oydan ko'pga emas, uni ham o'zining talablari bor. Tishi sinib qolgan, boshqa bo'lgan implant qo'ydirishga hozircha imkoniyatingiz yo'q. Shu uchun 2 oyga ko'p emas. Agar uni ko'p taqsangiz, u yonidagi milklarni, suyaklarni ham cho'ktirib yorib, oxiri ikkita tish ham yaroqsiz qilib qo'yadi. Shuning uchun mumkin emas. Hozirlarga bitta dona tish yo'qligini aytib berdim. Endi ikkita yo'q, 5 ta, 10 ta tishingiz yo'qmi? Ora-orada tishlaringiz bor, lekin ularni sog'ligi yaxshi emas, qimirlashlar bo'lsa, mostni maslahat bermayman, chunki qolgan tishlarni ham o'zi bilan olib ketadi va siz butun tishsiz qolib ketasiz. 3 yilda balki, 5 yildadir. Shu uchun o'sha yo'q joylariga implantlar ekib,
qolgan tishlaringizni asrab qolganingiz juda yaxshi hisoblanadi. Agar qolganlarni ham aralatib, o'sha 14 ta tishingizga hammasiga most qo'ydirgan bo'lsangiz, ulattirib, unda tutasiz. Qanchadirdan keyin uni olib tashlashga to'g'ri kelganda, hammasini olib 6 ta, 8 ta implant bilan bemalol to'g'rilasa bo'ladi. Xafa bo'lishga o'rin yo'q. Bemalol tish qolib ketmaysiz. Xo'p, agar sizda 2 ta 3 ta tishingiz bo'lmasa, agar yonma-yon bo'lmasa, protez maslahat beraman. Uni ham ko'pga emas, chunki protez qancha ko'p taqqan saringiz, sog'lom tishlaringizni ham cho'ktirib, protezni tegidagi o'sha tish yo'q joydagi suyagi, milklarni ham ezib, implant qo'ya olmaydigan holatga ham olib kelib qoladi. Shuning uchun aniq diagnostika qilib, vrach bilan kelishib, planlashtirib, qanchadir vaqtga taqsangiz bo'ladi, ko'pga emas. Agar umuman tishsiz bo'lsa, yoshi kattalar qiynalib yurgan bo'lsa, protez maslahat beraman, lekin uni ham to'g'ri qilish kerak. Agar noto'g'ri qilinsa, inson qiynaladi, ovqat yeyishga, chaynashga, milklarni shilib yuboradi, qirib yuboradi, protez tushib ketadi. Keyin yoki noto'g'ri qilinganning hisobiga u o'qichaveradi, o'sha rivotniy refleks hisobiga yosh kattalar taqmay ham qo'yadi va tishsiz yurganni afzal ko'rishadi. O'sha uchun maslahatim professionalni yaxshi protez bilan shug'ullanadigan klinikada qildirishni maslahat beraman. Agar imkoniyat bo'lsa, protez o'rniga o'sha 6 ta yoki 8 ta implant bilan umuman olinmaydigan, tabiiy, chaynaganda ham maza qiladigan, kulganda ham bilinmaydigan, tushib ketmaydigan, ovqatni zo'r qilib maydalab chaynaydigan, yana tim bo'lib o'sha sog'ligini ham ko'taradigan implantlarni maslahat beraman, chunki ular hozirgi kun uchun zamonaviy yechim hisoblanadi. Agar sizga katta tajribaga ega bo'lgan stomatologlarni tish implantlash, protezlash, vinir yoki tish davolash, oqartirish xizmatlari kerak bo'lsa, biz City Dental klinikamiz nomidan sizga yordam berishga tayyormiz. U uchun mana shu videoni tagida silka qoldirganmiz. Shu orqali ro'yxatdan o'tib, nomer qoldirsangiz, bizni assistentlar siz bilan bog'lanishadi. Undan tashqari, YouTubedan kelgan bemorlarga biza kengaytirilgan 250 ming so'mlik konsultatsiyamizni bepulga taqdim eta olamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi videolarda ko'rishguncha siz bilan Sardor Xo'jayev bo'ldi.